Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 15-avgust Xonobodda boshlagan ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, bu joyimizga mana boshdan boshlaydigan bo'lsam, bu yerga gaz konforga qo'yib berganmiz. Yoniga 22 litrli qozonimiz hamda 30 litrli qozonimiz bo'lgan. Bu ikkalasini mo'risi bitta bo'lib tepadan chiqib ketadi. Patologga yetkazib yuboray dedik mo'risini ham. O't tegmaydigan qilib tunukaga. Burchakka mangalimiz bo'lgan. Mangalimiz yoniga 1,5 metrlik zakatochniy stol qo'yganmiz hamda oxiriga mo'ykamiz bo'lgan. Yonishlarini ham ko'rsatamiz. Yonishini ko'rsatdik. Xudo xolasa o'choqimiz tortishlarini ko'rsatamiz. Mana o'choqlar tortishi. Tashqariga xudo xolasa tutamaydi. Qozonni ham o'tni ko'rsating ichini. Hamma yo'g'iga o't tegib qaynaydi. Yarmi qaynab, yarmi qaynamay qolmaydi. Mangalimizni sinab qo'yamiz. Mangallardan tortishi, ko'zlari achishib ketmaydi, tashlab ishlayotgan odam bu. Tortishlari zo'r. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 97 063 97 97 nomeriga telefon qilaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Salomat bo'ling.